Bu tog'ning uzunligi 7 kilometr deyiladi bir tarafiga. Eni 3 kilometr, yerdan bo'yini hisoblasangiz 1 kilometr 77 metr ekan. Og'irligi geologlar 45 milliard tonnaga teng deydi. Buni og'irligi bizga nimaga kerak? Buni kattaligi nimaga kerak desa kerakda. Nima uchun desa, chunki payg'ambarimiz kim janoza namozini o'qisa, unga bir qiyrat savobi bor. Kim borib mayyitni ko'mishlikkacha borib xizmat qilsa, unga 2 qiyrat savobi bor degani sahobalar qiyrat nima ya Rasululloh deganda Uhud tog'ichalik savob deb aytganlar. Bizlarga 4 takbirni aytib o'qiyotgan har bitta janoza namozimiz uchun hojona hojota 45 milliard tonna og'irligiga teng bo'lgan Uhud tog'ichalik savob yozilar ekan. Bu qachon xursand qiladi bilasizmi? Mezonga Allohning mezoni tarozisiga borib turganimizda xursand qiladi. 45 milliard tonnalik savoblar qo'yilyapti. Qayerdan bu desangiz, hojona O'zbekistonga borgandan keyin balki janoza namozi o'qiy olmasligingiz mumkin. Chunki jamoatga chiqilmaydi. Lekin bu Madina va Makka sizlar uchun, onalarimiz uchun bir fursat. Ham janoza namozi o'qiyapsizlar. Ana shu 45 milliard tonnalik ajr tarozingizga qo'yilib turgan paytida sizni ko'zingiz quvonadi. Bu 45 milliard tonna hojota O'zbekistonda o'qiganingizda beriladi. Lekin Rasulullohning Masjidi Nabaviysiga qadam bosib janoza namozini o'qiydigan bo'lsangiz 45 milliard tonnani mingtaga ko'paytirib olasiz. Ertaga Makka mukarramaga borib Masjidil Haromda o'qigan namozingizga 45 milliard tonnani 100 mingga ko'paytirib olasiz. Demak, Alloh bu joyga sizga nima uchun chaqirgan desa, dunyoingizni rohatini, halovatini olishlik uchun emas, oxiratingiz uchun zaxira qilishlik uchun chaqirgan.